Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Haliple Tarihi namlı kitabında biz bugün Abbasilarning 31. halifesi El-Muqtafi li Emrillah degan halifenin hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam Hicriye 530 yıldan Hicriye 555 yıl kadar hakim etmişti olup turgan. Kunyasi Abu Abdullah ismi Muhammed ibn Mustazhir billah. Bu kişi 489 yılı Rabiul Evvel ayının 22. günü tug'ilgan bo'lib, onasi Habash, ya'ni demak qora tanlik degan bo'ladi-da. Bu adam qachon xalifa bo'lgan degan vaqtida akisining o'g'li Rashid hokimiyatni g'ulg'an vaqtida xalifa bo'lgan. Mana bu vaqtida bu odamning yashi 40 yosh. Bu adamni nima uchun biz endi muqtafi billah yoki muqtafi li amrillah deb bundoq laqam bilan ataymiz? Buning sababi nima degan vaqtida bu odam xalifa bo'lishdan 6 kun burun tush ko'rgan ekan-da. Bu tushida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'lib, payg'ambarimiz bu kishiga xitob qilib mundoq degan ekan: "Xilofat sana yetib boradi, sen menga ergashgin" degan. Shuni bu muqtafi degan gap ergashguchi degan bo'ldi. Shunlashqa Muqtafi li emrillah deb atalgan. Bu vaqtda Sultan Mas'ud As-Saljuqi bir adolatni barpo qilgandek bo'lib, Bag'dodni qo'l ilkiga olib olgandan keyin bu poytaxtdagi butun mol dunyoni olib oldi. Mayli charpoy, saramjon, oltin, parda, karvat, sapa degandek. Hatta xilofetning shu xalifaning xos ig'ilida 4 at, 8 qichir, 4 at qo'yib qo'ygan deydi. Su rasmi bilan deydi. Bu su rasmi bilan degani shu ashnasini, hayvonotlarni 8 qichir bilan 4 atni sug'urdigan. Shu su haqqi degan gap bo'ladiki deb o'yladim endi. Allohu a'lam. Endi rivoyatlarda deyilishicha Muqtafi Sultan Mas'udga bayat qilgan ekan-da. Bayat qilgan vaqtida safar qildigan hech qanday saramjon, harovat, uloq yoki birorta otni qo'ymaymiz, ot bo'lmaydi deb aytib bayat qilgan, va'da bergan deyildi. Allohu a'lam. Demak, va'dani ham avvalda qilgan vaqtida Sultan Mas'udniki biri kuchini ko'ryapmiz. Ya'ni biri bu odamning biroz haddidan oshirib o'tgan bir qo'pol muomalasini ko'ryapmiz xalifaga. Hicriye 531 yil bo'lgan vaqtida Sultan Mas'ud xalifaga aloqador hamma narsani taalluqlarni ilib oldi. Xalifaga faqat o'zining xos uylam, dachislam qilib qoldi. Hatta o'zining vazirini xalifaning qishiga 100 ming dinar pul ekel deb avatdi. Muqtafi shu vaqtida mundoq dedi: "Bu sizlarning ishinglardan ajoyib ishni ko'rib boqmadik. Sen bilsa ey vazir, Mustarshid sana bütün mal dünyalarını sana sungutib berdi. Bo'g'ash bo'ldi yana oxirda. Rashidning davri kelganda Rashidmi xalifa bo'ldi. U mu nurg'un ishlarni qildi. Ketdi, oldi. Hech narsa qo'yib qo'ymay Sultan Mas'ud oldi. Saramjon qoldi. Saramjon qoldi, buni elib eketding hamda. Hatta sen bu pul so'qilgan, pul qo'ydigan yanimi sizlar egallab oldinglar. Nurg'un mening qilib qolgan miroslarimni va javoli deydi. Javoli degan shu biznes to'shiydigan, hammonlik qiladigan işte harudak masalan ashta narsalar bo'lsa kerak. Endi sana biz qayerdan endi bu mol dunyoni tepiramiz hamda. Biz shu uydan chiqib shu uyni basakli bo'ldigan yer keldik hamda. Men Xudoga va'da berdim. Musulmonlardan zulm qilib bir tal oshliq olmayman deb Xudoga va'da berdim dedi. Pul yo'q da hamda.
Şunun bilen sultan halifeden bir narsa aldığı işini hem de asta to'xtab, xalqning mal dunyosini ilishga boshladi. Savdogarlarni musodir qildi. Xalqlar bundan ajoyib ig'irlik baloyi musibatlarni tortdi. Şunun bilen oxiri shu Jumadil iyda xalifaniki shaharlari, mal dunyolari ve mirosları hemmisi xalifaning o'ziga qaytadan qaytib keldi. Bunun da haqqi zulm ochgandan keyin astroq inqilob qo'zg'olon bo'lgan bo'lishi mumkin. Şunu bilan xalifaning bir oz bu yerda kuchi paydo bo'lyapti. Mushi yilning o'zida Ramazon oyining 30-kuni kechdiki hilal oy shundoq ko'rsatilgan bo'lsin ko'rilmadi. Bag'dodliklar Ramazonni shu 30 qilib sanni to'liqlab ro'z tutdi. Ama keçoğa vaqtida oyni ko'zatdi-yu, yana ko'rmadi. Osmon bo'lmasa uchoq, kunduz nima shu yop yo'ruq. Bunday ish tarixda bo'lib boqmagan. Hamda hozirgi nisbatan bitqa vaqtida burunqi kishilarningki ko'z sezguri nihoyat yuqori. Hozir biz ham odatlanmagandan keyin birinchi, ikkinchi kunning ayni bo'lib birinchi kunning ayni nihoyat ta'sir ko'ramiz. Biz ko'rib boqmadik-ku birinchi kunning aynimda. Hozir qadar. O vaqtida ham maxsus ashtaq dalalarda oy ko'z tutgan nihoyat o'tkir odamlar bor. Birinchi kunning ayninki shu osmon bo'shlig'iniki qayerda chiqadiganligini bildi-da, shu yerga qarab turdi. Hijriya 533-yil bo'lgan vaqtida Janza degan o'rinda nihoyat qattiq ig'ir yer tavrash bo'lib 10 parsaq oraliqda bir yer tavrab ketdi-da. Yani bu yerilgan bo'lsa kerak. 10 parsaq degan yani 50 kilometr atrofida mushtoir atrofida yer tavragan bo'lishi mumkin. Nurg'un xaloyiq bu yerda o'lib ketdi. Janzada yer yutish paydo bo'ldi. Mana shaharning o'rni qop-qora suvga aylanib ketdi. Shu yilning o'zida amirlar shu butun shahar qishloqlarniki g'allarni ya'ni ziraat, mal dunyo va kazadan olgan mol hosulni egallab oldi. Sultan Mas'udmi ojiz kelib qoldi. Chunki Sultan Mas'udning faqat ismlab qolib qoldi vaqtida. Hem Sultan Sanjarning ishlari nihoyat davolg'ib qoldi. Oy, zolimlarni adablaydigan, yavaşlatadigan Allah nima degan katta ayb nuqsondan pok. Shuning bilan xalifa muxtafi bir oz qudratli bo'lib, buning so'zi anglaydigan boshqalar buning bunda hurmat ochdi-da kishilar orasida. Mana bu Abbasiylar davlatiniki mana boshlanayotgan mezgili. Demak, Abbasiylar mezgili dastlabki 100 yili nihoyat kuchli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi 100 yil, uchinchi 100 yil nihoyat ojiz bo'lgan. Ma 4-chi 100 yil ya'ni qaytadan jallanayotdi. Allohga hamdlar bo'lsin dedi Jaloliddin Suyuti. 541-yili bo'lgan vaqtida Sultan Mas'ud Bag'dodga kelib, pul qo'ydigan bir uy bino qildi. Xalifa mush pul qo'ydigan o'rinni yasagan odamni qo'yg'ichini tutdi, qo'lga oldi. Shuning bilan Sultan Mas'ud xalifaning hojibi, ya'ni vazir darajadagi bir odamni qo'lga oldi. Xalifaning dahshat ochiq keldi bu joyga. Jami masjidlar 3 kun taqilib qoldi. Ondan hojibni qo'yibdi, pul qo'ydigan qo'ymuchini qo'yib qo'ydi. Shuning bilan ishlar yana besqib joyiga kelib qoldi dedi. Bugungi darsimiz mushaylik bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.